Assalomu alaykum Qilichbek Chorva kanali obunachilari, qadrvalan qadrdonlar, YouTube ishqibozlari, akalar, ukalar, singillar. Bugun Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlar uchun qo'ldan kelgancha video syomkalar qilib, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlardan so'raladigan narsa akalar, bittadan like deb bosib, bang'alar qilsanglar. Akalar bir bozorda fotolarni ko'rsatib qo'yaman. Hammasidan har xilidan, o'ta zo'rlardan, xohlasa bo'g'oz suti borlardan ko'rsatib boramiz. Aka, bular bo'g'ozmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamang. Necha oy aka bunisi? Narigisi 3 oylik, bu 8 oylik. Nechinchi bolalar aka bular? Narigi 3-inchisi, bunisi birinchisi. 3-inchisi. Pullari-chi aka? 28 ga bermayapsiz buni. 26 ga. 26 million qorasi bo'layapti, 28 million bunisi bo'layapti akalar. Aka, qiziqqanlarni telefon nomer qoldiramizmi? Ayting aka. 90 216 78 07 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa dastavkalarigacha qilib beramiz deyapti. 5-6 tane 10 tane. Ana odam savdosi qilyapti. Bu tepada. Ketdi akalar. Bittadan like bang'ilasiz turamiz sizlardan pardeshga yo'q qoladiganlar. Xudo xolasa. Shvet so'ragan akalarimizga o'ta kuchli variantlar xudo xolasa chiganlar. Daha necha oyli bu? 8 oy. Nechinchisiga? Birinchisiga. Bu narsa, ha? Chiroyli narsa ekan. Savdosi necha pulga bordi? 35 million. Bermaz 35 ga. Necha pulga qaytyapsiz? 40 million kami bor deyapsiz. 35 millionga berilmadi. Aka, bu ovozmi bu? Yo'q aka, Sizmi? Necha pul berishyapti? 25. Qisir akalar to'qol variantidan 25 million so'mga sotmayapti akamiz. Nima deyapti jigarlar? Yana bolalarga yetib keldi akalar, yana bolalarga. Xudo xolasa yana bolalarni qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Jigarlar. Aka, bolasini ovozmi o'rachim buni? Nechinchi bolasi aka buni? Ikkinchi bola. Necha suti bor? 8 ta suti bor. Necha pul bo'ldi? Savdosi necha pulga bordi aka buni? 30 kun bo'ldi. Hozir 1,5 million o'tib berdi ya. Ertalab 30 million qilgan ekan, bozorda oxirida 1,5 million o'tib bersang olaman uka deyapti akamizga. 55 ga yetishmayapti. Aka, mol chiroyli ro'zg'or bor mol ekan, jigarlar. Bolasi g'unajin ekan. Ko'paysin deb paslan. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Aka, bu targ'ili bolasini ovozmi aka? Ovozmas, otasini Ko'paysin ekan, ha bolasi. qarang, bu ovozdan zo'rda lekin. Ovozdan zo'r ekan, chiroyli ekan-da. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Qarang, umrni yozing. Necha pulga bordi bahosi? Ha, bu o'ta arzon berib bo'ladi. Bo'ldi aka. Eng arzoni akamizda bo'ladi ekan. Nomerlarni yozamiz aka. 33 million kami bor. 33 million kami bor. Zakon. Portladimi? Bang'iladi. Bang'latamiz. Nomerni ayting. 99lik. 837 837 9047 nomeriga aloqaga chiqinglar akalar. Molda muammo yo'q ekan deb qo'ying. Xudo xolasa mollarga sinaqda bexijolat deyapti akamiz. Yemog'i, chimog'i, sut yo'qlari. Aka, nechta sut beryapti bu? 8 taga beraman. Tishlarini ham ochib beraman deyapti akamiz. Mana. Bang'illatash kerak bo'lsa bang'illatamiz. Toshkentda ham yo'q, buni ko'rsatib bermaydi aka. Faqat Xo'jobodda bor.
Akalar shved variantida so'ragan akalarimiz bor. Shved variantida. Aka bolasini ovosimi? Sizlardan nechga bor savdosi? 44 ga olishdi akalar, 45 million so'm berishyapti ekan, sotmaymiz, baqamiz deyapti ekan. Bolasini ovosi ekan, chiroyli variant. Aka bolasini ovosimi buni? Nechta suti bor? Yani 15 ta suti bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bolasi omad chiroyli ekan aka, uruqqa. Qo'li narsa ekanda, jonivor. Savdosi nech pulga bordi aka bu chiroylig'ida? 43.5 ga bermayapsiz. Bolasini ovos ekan akalar. Nechinchi bolasi aka bu? 4-chi? 3-chi? 3-chi bolasi ekan akalar. Aka qiziqqanlar telefon nomeri aytamizmi? Ayting aka. 95lik. 95lik 811 811 0511. 0511 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa akalar. Narlarni kelishib dastavkalarigacha qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz. Ammo bolasi zo'r ekan akalar. Enasini yurgizib beramiz deyapti. Chuh. Nima deyapti? Jigarlar mashalloh. Molni qaranglar, tayini qaranglar. Jonivor. Agar Ahmad bozoringizni bersa, sog' bo'ling. Uka nech pul bo'ldi ovosa uka? Pulini so'ramabdi akalar, Shopir aka. Bolasi novosmi aka, go'zaldi. Tak. Hoş. Qayt. Bemaza urdi. Bemaza qo'ndi urib ko'p bo'ladi. Aka, nechta suti bor buni? 15 ta berasiz. Savdosi nechga bordi? Savdo qilyapsizlar? Nech pul? Yo'q, bular hozir olib beryapti. 43 million beryapsizlar. 45 ga bordi savdosi. Arzonlaringiz bor ekan sotilib ketadi, telefon nomeri shartmasa. Ayting nomerlar. Sizda ko'p bo'ladi bunaqalardan. 90lik. 90lik. Olmasam mendan keyin odamcha qiyin bundan mol olish bor. 381 27 29 nomeriga aloqaga chiqinglar. Akamda bunaqasidan seron bo'ladi. Aka adres qayerda adres? Bulovosh, ha? O'l. Dastavkalariga yetkazib beradi. Pul zarurlarga akalar tez telefon qilinglar. Liboy mol bilan urushtirib olaverasizlar deya. Bo'g'ozlarda o'ta zo'rlariga keldi aka. Nech pul jupiga? 66 million. Nech oyga nech oy? 7 oyga 5 oy. Mo'z 5 oymi targ'ili? Men 5 oy Shvedda. Shvedda 5 oylik ekan akalar. Targ'ili 7 oylik. Berine jon aka, o'shan beradi, o'shan. Berine jon aka qaytarib olib ketmang, bozorga olib kelganiga. Oraga sotaman deb olib kelgansiz. Berine 1 so'mga qaramang, jon aka, hamma narsa xayri bo'ladi bozorda. Ammo molni go'zal va qilib qo'yibsiz aka. Shirin. Sotmay ochib ketyapti ekan, 66-67 ga. Aka nech joy bu Shved? Qisdimi? Suti bormi? Nechta? 8 ta sutga. Savdosi nech pulga bordi aka buni, sir bo'lmasa?
21 ga. Qisir ekan aka. Bak şivetler var, şivetler. Bo'ldi. O'ta kuchlilarni ikkita shivet var yani. Akalar, xudo xolasa. Buni ham suti bormi? Suti bormi buni ham? Suti yo'qmi? Bunisi suti yo'q ekan. Bu gapirishni o'rganmabdi hali. O'rgatib qo'ymagansiz, qarang. Bunisi nechta suti bor bunisini? Bunisi nechta suti bor? 10 ta suti bor. Nech pul qildi buni? Nech pulga kirdi? Qilgan savdosi. 26,5 ga bermadinglar. 30 kami bor deyapti. Bu telefonga sig'mayapti, u katta ekanda-cha. Telefon bilan qoldirib qo'yamiz qiziqqanlarga. 50. 600 727 2206 nomeriga aloqa chiqinglar akalar. Bunaqasida hali seroba uydan. Xullas tagim o'ray ekan akalar. Telefon qilaverasiz. Hamma ish qilasan aka. Yana bolasi o'nashi kuchli variantidan 10 ta suti bor variantidan qora variantidan akalar. Xo'p, oldidagi bolasi tomirlarni qaranglar, jigarlar, xudo xolasa o'ta zo'r variantidan. Hamma yo'g'i joy-joyida ekan. Oldidagi bolasi 3-4 bolasi ekan. Tishi zo'r ekan, butun ekan tishlari akalar. Ana tishlar butun ekan, zo'r ekan. Aka buni savdosida ish pulga bordi. 31 million 500 ga. Qiziqqanlar telefonini qoldiramizmi? 50 907 74 00. 50 907 74 00 nomeriga aloqaga chiqinglar akalar, xudo xolasa. Moling bormisa bor deydi. Sutqanimiz zo'rlar. Jigarlar nima deyapti? Sizlar laykni banglatib, akamiz o'tkir akamiz sotmabdi, Shvedda o'ta kuchligini. O'ta bahaybatini afsh qilyapti akalar. O'tkir aka nech pul sotmadingiz buni aka? 61 millionga, bolasi Novos. Bir kam 60 millionga sotmayapti, ketyapti akamiz. Sotilmadi. Bir kam 60. Bittadan lashni bostiringlar, ey. To'g'ri nech pul bo'ldi bu? 40 million bo'ldi. 40 million. Necha oylik bo'ldi hozir u? 2 oylik chiqdi, 40 million bo'ldi. 2 oylik chiqibdi. 2 oylik chiqibdi. Aka nech pul bo'ldi bu? Nech pulga kirdi? Shopir ekan akamiz bilmaydi ekan. Sotilmasa qaytyapti ekan. Aka nech pul bo'ldi bu? Narxini bilmayman. Shopir ekan bu akamiz. Egalari berib yuboryapti kerak shopirlardan. Bo'ldi, sotilmadi. Bugun bozor jinni dimroq bo'ldi akalar. Abitgacha dim bo'ldi deydi-yu. Aynaqasi bo'lyapti bugun bozor. Andijon viloyati Xo'jobod mol bozori. Akalar. Qo'y bozoriga o'taydim, qo'y bozoriga. Nima deysizlar? Bittadan laykni bosinglar, mana shu videomiz xudo xolasa 500 ta layk yig'sa, keyingi videolarimiz qo'y bozor, bo'zak bozor, hammasini olib boramiz. Addishi. Bo'lsa chiqib ketyapti. So'ra, aka nech pul bo'ldi Novos? 26,5 million. Bo'lsa boqadigan ekan jonivor. Aka nech pul bo'ldi Novoscha? Sotilmadi. Ya bu nech pulga oldingiz buni? 25 kami bor. Necha oylik? Suti nechta suti? Suti 8 ta. Qiziqqanlar telefon nomerlarini qoldiramizmi? Ayting. 93lik.
269 84 88. 84 88 nomeriga aloqa chiqing. Aka nechi pul oldi ovoz? Bu nechi pul bo'ldi bu? 24.5 ga sotilmayapti. Hozir aytilgan nomerga aloqa chiqarasizlar. Bunisi ham akamizdan. Rossiyaliklarga alangalik salom deyapti. Bittadan like bosinglar deyapti. Akamizdan salqinga o'tirib. Aka nechi pul bo'ldi bu? Oli, hajjasiz oli.